ko'zimizni oldiga bunday keltiringda Rasululloh kelib qolsalar. Oppoq chakmon, oppoq salla, qo'llarda hassa. Hammamiz bilan so'rashalmaydilar, u kim bilandir ro'para keldilarda. Qanday ham baxt. Shuncha odam ichida bitamizga ro'para kelishlar. Iloji yo'q, so'rashamizda. Assalomu alaykum, vodiycha qilib. Mulozamatni joyiga qo'yib so'rashamizda. Rasululloh aytsalar, "Ey falonchi, meni yaxshi ko'rasizmi?" desalar nima deymiz? Ha, deb oralamizmi? Ha, desak, meni yaxshi ko'rsangiz, mana soat 2 dan o'tayotgan bo'lsa, bugun meni esladingizmi desalar nima deymiz? Ey falonchi, xo'p, meni yaxshi ko'rsangiz, bugun menga salovat aytdingizmi desalar nima deymiz? Ey falonchi, meni yaxshi ko'rsangiz, nechiga kirdingiz? Ha, falon yoshga kirdim. Biror marotaba otam, onam fido bo'lsin sizga yo Rasululloh deb men sizni yaxshi ko'raman deganmisiz desalar nima deymiz?